Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xudo xolisa mana yangi ishlarimizni ham bitkizib bo'ldik. Olib kelib o'z egalariga topshirdik. Bu xonadonimizga 3 ta eshik 3 ta rom qilganmiz. Krashinning 18 MDF da. Narxi 15 million so'm bo'lgan. 15 million ichiga nimalar kiradi? Hozir hammasini tushuntirib o'tib ketaman. Hop, eshiklarimiz neoklastika fasonida yopiq. Tepalari oynalik. Eshiklarimiz old orqalari atkilatka, romlariniki ham atkilatka bo'lgan. Oynalari yevreka, oq gullik. Yarim metrlab solib berganmiz. Xudo xolisa. Ovozi ham yo'q, sovuq ham kirmaydi. Eshiklarimiz atkilatkalari bor. Zamonlari 3 tadan oshiq moshalari bor, xudo xolisa. Kesaklari 15 cm qalin bo'lgan. Eni 4 cm bo'ladi. Eshikda ovoz yo'q. Rezinkalar qilib berganmiz, xudo xolisa. Ko'rib baho berasizlar. Bu fasonimiz P fason deymiz. Yonida qo'sh romi bo'ladi. Xudo xolisa. Eshiklarimiz ichkaridan ko'rinishlari. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarga qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqarsizlar. Ochilib yopilishlari ham, xudo xolisa.